Tarix sahifalarida shunday shaxslar bor. Ular tug'ilgan emas, balki o'zlari yaratgan dunyo bilan taniladi. Bugun siz bilan gap Sohibqiron Amir Temur haqida. Milodiy 1336-yil 9-aprel. O'zbekistonning Kesh shahri, bugungi Shahrisabz yaqinida kichik bir bola dunyoga keladi. Uning ismi Temur. Otasi Tarag'ay, Mo'g'ul urug'ining kichik amiri. Temur yoshligida boshqa bolalardan farq qiladi. U o'tkir zehnli, jasur va o'ljarroq. Lekin hayot unga oson bo'lmaydi. 18 yoshida jangda oyog'idan yaralanadi. Shu sababdan tarix uni Temurlang, ya'ni Oqsoq Temur deb ataydi. 14-asrning o'rtalarida Movarounnahr, Amudaryo va Sirdaryo oralig'idagi bu go'zal zamin tarqoq va zaiflashgan edi. Har bir hukmdor o'z manfaatini o'ylardi. Temur esa boshqacha o'ylaydi. U avval ittifoqlar tuzadi, keyin raqiblarini birma-bir yengadi. 1370-yilda 34 yoshida Temur butun Movarounnahrning yagona hukmdoriga aylanadi. Samarqandni poytaxt qilib tayinlaydi.